rost aytgandingizlar. Biz erim bilan ajraldik. Kosmetikalarim uchun va nihoyat mana shunaqa organizer oldim. Chiroyli qilib terib qo'ydim kosmetikalarimni. Hozir sizlar bilan hangoma time va makiyaj. Надеюсь, что ovozim yaxshi eshitilyapti. Mana shu cholkam o'smaganicha mana shu linkalarga olib beraman endi. Birinchi toner sepaman yuzimga har doim makiyajim yaxshi yotishi uchun. Ko'pchilik parichkalarga havas qilib yurardim, lekin men havas qilgan hamma parichkalarim rostatsiya qilganidan keyin bir-birini ko'tini ochib, bunisini ham olib, unisini ham olib yuribdi. Instagram umuman yolg'on narsa. 90% demayman, mayli 80% Instagramdagi narsalar yolg'on. Даже o'zimning hayotimda ham bu narsa bo'lgan. Ko'pchilik menga ham baxt tilayman, baxtingizga havas qilaman deysizlar, lekin uni tagida qanaqa gap yotibdi, nimalar yotibdi, bu narsani hech kim bilmaydi. Xuddi shuningdek Instagramga ko'rsatadigan meni ham hayotim hammasi haqiqat emas. Ko'pchilik mendan so'raganda 100 yilga tenim erim videoga chiqmaslaridan oldin eringiz bilan ajraldingizmi, nima bo'ldi, nimaga eringiz videoga chiqmayaptilar deb bu narsaga ignor qilganman, hech qachon javob bermaganman. Chunki men oilam to'g'risida Instagramga haqiqatni aytishni yomon ko'raman. O'zim ana shu chetiga olib qo'yishni yaxshi ko'raman nimagadir. Instagramga oilaviy muammolarni olib chiqish, men o'ylayman, noto'g'ri narsa. Oilaviy muammolarni olib chiqib turib, buni orqasidan подписчик yig'ish ham noto'g'ri narsa. Oilaviy muammo bu oilangizning kamchiligida, bu narsani xalqqa ko'rsatish maylaman umuman kerak emas. Men hech qachon oilam to'g'risida so'ralgan, erim to'g'risida so'ralgan SMSlarga подробно ответ qilmaganman va ignor qilganman. Lekin hozir bir narsani aytmoqchiman, что sizlar rost aytgandingizlar. Biz erim bilan ajraldik. Hozirgi qo'yadigan videolarim esa prosta Instagramga aktiv yig'ish uchun edi. Instagramda hamma chiroyli narsani ko'rgisi kelganligi uchun Instagramga chiroyli kartinalar, chiroyli videolar, reelslar qo'yiladi. Labim botoks qilinmagan, o'zi shunaqa. Botoks emas, gel deb o'zi lozim bilaman. Menga farqi yo'q. Kommentarlarga e'tibor bergan odam hech qachon bloger bo'lmaydi. Nejniy makiyajim tayyor. Ugrichalarimni qaranglar. Ugrilarim bilan o'zimni yaxshi ko'raman. Hozir tirnog'imni taxlatishga, sochimni bo'yatishga boraman. Tirnog'imni qanaqa qildim va sochimni qanaqa rangga bo'yadim, va keyingi reelsda ko'rsalaringiz bo'ladi. Bundan keyin erim bilan hech qanaqa video qo'yilmaydi. Narsa juda ham og'ir, hech qaysi qiz erga tegaman deb ajralmaydi, lekin taqdir taqozo shunaqa bo'lishi kerak ekan. Mayli. Shunday deyishim uzoq kutgandingizlar, lekin bu narsa hech qachon bo'lmaydi.